Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men hozir Germaniyaniki Stuttgart shahridagi Yepak Yili Uyg'ur restoranida. Bu oshxonga, bu restoranga men tomoq yegil kelib, diqqatimni chekkan ikki nuqta sizlarga o'rtoqlashmoqchi. Birinchisi, bu oshxonaniki kirgandikinlar mana bu tomoq tizimligini ekib berdi. Qarasam bir tal Xitoy xat yo'q. Bunun da Germanca hem İngilizce. İkinci nokta, bu aşkanda keşte tamam etsem aşkanda lık eden ba bir mıhtay görmedim de. Yani Uygur aşkansı kirgendiken bazı aşkanların köpüncüsü de yani Xitaylar ba tamak yapıp oturuvatkan aldığımızda tamak yapıp kapkasın ma kaşığıma Xitay necis milletning ig'isi yeb qolganmidi, ma qo'shiq shu Xitoy tomoq yeb qolgan qo'shiqmi degandek bir xil endisha, dilg'u bo'lib qolib qolamiz. Yemayilsak boshqa yeydigan boshqa o'zimiz yenadigan bir qo'shiqimiz bo'lmagan ekan, amalsiz shu qo'shiqda shu qo'shiq tomoq yeymiz, bir xil ko'nglimizga bir xil gumon shakl tushib qolib qoldi. Lekin ma oshxonada unda ahvolni ko'rmaganligim uchun bundan suyundim, qo'sh bo'ldim. Uyg'ur restoranchilikniki ro'yini amaliyotida ko'rsatgan bir tajovuz milletning yezg'ini qo'llanmagan ham bu tajovuz milletninki odamlarni bu oshxonaga qarshi ilinmaydigan manasini ko'rganligim uchun mushtan sizlarga o'rtoqlashib qo'shni bir uyg'urlik burchum deb bu oshxonaniki xo'jayini Hasanjon Qosim akamiz bilan qizi Shahnur Qosim sonamizni bir suhbat o'tkazishni loyiq ko'rdim. Assalomu alaykum Hasanjon aka, Shahnur sonamiz. Sizlerden bu aşkanağlarda tamak iş jarayonida deb etgandek xo'sh qilgan, suyundigan, meni g'ururlantirgan bu ahvollarni millatimdan o'rtoqlashmoqchi. Endi gapni qisqartirsak, bu nimamiz hozir ko'rsatdi mana bir tal Xitoy xat yo'q. Siz bu nima uchun Xitoycha xat yozmadingiz yo burun yozganmidingiz? Bizning Uyg'urlarning oshxon nur hamma oshxonlarda hamda Xitoyni kirgizem uni chekleyemeymiz, lekin şu tamoq tizimlik bo'lib qolsa ham shu Xitoy millatining xatni qo'llanmasa degan tashabbuslarni o'ttirib qo'ygan bizning ziyolilarimiz bo'ldi. Amaliyotda hech qanday bir oshxonlar uni amaliyotda ifodalamadi. Mening tuzam tushunishga tunji qatim ko'rganim bo'ldi meniki. Shunga mush yoqda sizni bir nima qilib baxsam. Siz burun Xitoycha qo'llanganmidingiz, keyin amaldan qoldingizmi yoki faqat Xitoycha xatni yozmadingizmi? Aleyküm assalam Abdurrahman. Assalamu aleykum bütün dünyadaki Uygur kırındaşlarım. Maşa vaxtınla hayırlı olsun. Ben Abdurrahman'ınki sorgan sorularga kısa adli cevap veriş getirişine. Siz çağırak bir gap qilsangiz. Siz degandek Abdurrahman, maşa bizniki tamoq listimizga Xitoycha yozmaslikdagi bir sebebimiz. Ben aşxona ichib qilib qolsam, Xitoycha qat'iy yozmayman deydigan bir arzu armanlarım vardı. Çünkü ben Xitayga nait öş. Çünkü benim hak hukukumunu tatlı vakan, milletimi tecavüz kılan, zeminimde besi vakan bir millet buğallık için ben bu milletin yazığının üzerine yazışını ben numus dep bilmem. Çünkü şahsen özümün gurur kötemeydi onun üzerine. Ama yazgan adamın ki onu ben doğru da karmayım. Şunun için ben izlep yürüp bu aşkanı taptım, bir taptım. Ötken yıl 9. ayınınki 20. açtık. Eç bilen birge biz Xitay'nınki hiç kandak bir xatlarını kullanmadık. Hazırlık geçilik bunu kullanmadık, bunun da kimi kullanmayız. İkincisi hem de Xitay kilişkenmezliği de sorgan soğalınız var. Biz yeni aşka vaxtlarda Xitay'la mı kelgen? Bir ay ötkendiğin keyin Xitaylar kilip hep ahırları zaten başka milletince qarak Xitaylar kilitdi. Tamaqlar onu belki yaxşı ki dep 5 yıldızını birip yamanca yap ketdi falan danlap. Hazır qarsanlımı bularninki websaytlarda, Facebook'larda, o bu nesillerde başa öz ara taratqularda hemisi köralayışlar. Bizning 5 yıldız durib atqan tamaqlarımızga. Nima Shahnur qizim vaqtida Minixda o'qiydi. Üniversitede okuydu. Hep de ahırı kildi.
Hatta ahir kelip o'sha yerda bizga yordamlashgach ishlagan vaqtida buni Xitoylar ko'rib terrorist oshxonasi ekan bu. Biz bu yerga kelmaymiz bundan keyin biz bu oshxonni boykot qilamiz deb Xitoylar o'zaro bir suhbat deb berib qaror chiqadi bular. Qaror chiqarib bular toplarga taqitib bormaysa bu yerga degan maskarahini o'zaro maslahatlashib o'tirib taqatgandan keyinlamla bular kelmaydigan bo'ldi. Aslında umumyüzlük hücum başladı. Umumyüzlük hücum başladı bizga. Tashviqot Başlatma, tashviqot urushi başladı. Dahshat. Bizningki hamma jihatdan terrorist deb yozdi, boshqaning bormanglar dedi. Bizni zaten demgan narsalar qolmadi bundan keyin. Onun gumu biz pisand qilmay yana oldimizga qarab ketaverdik. Chunki bir adam terrorist degan biz terrorist qolmaymiz. Kimning terrorist emasligini butun dunyo bilib yetdi bugungi kunda. Ben bu aşkını etiştim burun şundak bir planım battı. Xitay milleti kirip tamak yiyişki bulmaydı dep men yazıdığan. Ben onu cık izledim. Yazışını oylaştınız mı? Yazışını oylaştım. Ben aşkını etiştim burun yazışını oylaşkan. Nimişki yazışını oylayıp kaldığını oylaşıp kalkan desiniz. Ben belki nefretlenim bu milletten çok. Bu milletin nefretlenip kalmasın. Ama şu milletin yazığını kullanıp durup aşı milletke hizmet qilib oldi, yugurib men nafratlandim. Nimishqa nafratlandim desiniz? Hamda qarindoshlarimizning menga angltishicha oshxonaga bolalari bilan kirsa, "Voy yaxshi kelding" deb quchoqlab bolalarini suyib ketgan deydi. Yana birisi o'z og'izi bilan men mana sizlar yon o'tirib choy ichib deb berganda birisi oshxonaga bordim deydi. Berib bir og'inamni deb borgandim. Bir choy akib bersingiz debdiki, ana çaylık o'zingiz akib iching debdi. 3 minutdan keyin ikki Xitoy kirdi deydi. Ay Xitoy kipti o'ltirgan odam yugurib qopib o'rindoqlarini tuzashtirib Xitoy qumini quyib qo'yishlik choydan ichkini akib oldi qo'ydi deydi. Üzün milleti kirip kap kalsa çay kurup bermeydi, kuş bermeydi. Xitoy kirip kap kalsa hoşamat kaldı çay kuş burada. Şu günden itibaren men o aşxonaga dasimdim deb. Hem bundan keyin dasmayman degan shu. Bu yomon ta'sir qilgan menga. Andan keyin Amerika va Kanadadami aşxondimi og'zillarga tamoq sep yugizib g'ururim o'tagida Ağzı tamak sep koyganlar çok güzel. Mening g'ururim emas, butun Uyg'ur milletining g'ururiga tajovuz qildim da o'z Uyg'urman deb turib. Bu naytilqi Uyg'urun urug'ini deb sanda qildi. Tordoz kuchlik onun qarshi inkaslar, til ahanatlar bo'ldi. Ko'rib o videoni. Naytibaki Uyg'ur milletiga eg'ir haqorat qildi. Ayadikini o'zini qo'ral tanglab qilgan bo'lsa, mayada pulning qulub lekinlamla tashlanib ketgan gap insonlar. Hamda men Xitoycha yozish qilsa nimish qarshi degan chaqda Xitoyga jiq pul topaman deb yozdi. Bu jiq pul topaman deb yozgandan keyin qachon Xitoy keladi deb Xitoyni marabla turdigan gap. Bu Xitoyning o'zini dushman bilishdan voz kechib yaxshi insonlar deb o'zimiz maqtaydan olib chiqib qolgan gapchi. Bu ro'yi qulluq deymiz biz o'zini. Bu qulluq qilishdan butun Uyg'ur milletininki yiroq turishining o'zini umid qilaman. Mumkin qadar yozgan yoziqlaringlarni o'chirib tashib olsanglarmi, yana yashay olasizlar. Chunki biz bir yilning o'zi o'zimiz yashab ko'rdik. Buni yozmisimi, osmisimi qil bo'ldi-ki. Biz ular kelgandigidan yaxshi holatda ketyapmiz biz bugun hozir. Ular kelmasimi, biz yolg'iz qolmadik, biz och qolmadik. Biz nega bosaq, nada yashasak, to'g'ri durustlik qilsak, biz non deb yashalaydiganligimizni Allah bizningki butun dunyodagi insonlarga shunday o'rtaq yaratgan. Nega bosaq, rizqini bergan. Qayerga bosaq, qayerda bo'lsak, biz to'g'ri durustlik qilsak, biz non deb yashalaymiz. Yashashning birdan-bir usuli inson to'g'ri durust bo'lishi kerak. To'g'ri durust yashashni o'rganish kerak, to'g'ri durust qadam bosishni o'rganish kerak. Aldamchilik bilan xo'shamatchilikdan voz kechgan chaqda bo'ladi bu ishlarning o'zi. Biz masalan hech qanday qadamga voy kelmamsa u bu deb xo'shamat qilmadi Xitoylarga, keldi, kutdik, xiridaning o'rnida. Voy nima ish, nima desan,
Vay bu deydigan narsani bitimdik. Çay içmeni sekip verdik, su içmeni sekip verdik. Tamam yemen degan tamağını buğurtkan tamağını ekip verdik. Xalas. Rahmat. Bu sanımız mana Shahnur Qasim ko'zi ko'ringan siyosiy aktivist, faoliyatchi, Instagramda aktiv, o'ziniki ravon german tilida Xitoy tajovuzchilarining sharq tirg'ini epirayotgan irqiy qirg'inchiligini izchil anglitib kelishdan tunilgan. Buni ko'pincha Uyg'urlarimiz biladi. Shunga Xitoylar ayni ashunga chidamay, oshxonga tuhmat qilib, bularni oshxonasini boykot qilish nimsini chiqarib taqat qilgan Hasan akamiz dedi. Bultur men Twitterda bu singlimizniki taqatgan bir videosini ko'rdim. Xitoylarniki har xil tuhmatlarni qilib bu oshxonni boykot qilish, oshxonga kirmaslik, Xitoylarni qat'iy oshxonga yiqib yurmaslik haqida qilgan bayonotlarini deganiki. Mushni sizning og'zingizdan bir anglay. Shu chog'da so'zlagan shu videoni men Instagramdan ko'rdim. Aslında nima deb yozilgan Xitoylar? Bizga o'tgan yil Stuttgartdagi German gezitchilar bizni do'konga kelganda 10-oyning oxiri. O'ylandimki bizga ma'ni qo'yganda internetga. O'ylandimki bizga bu sizlar kanal reportaj intervyuni qo'yishdi. Bizga kelib sizlar birinchi Uyg'ur restoran sizlar bu yerda Uyg'urlar qanday bir millat deb kelish so'rash uchun kelganda. O'ylamandiki bizga so'rdi Uyg'ur millat Xitoy millati bilan o'xshashmi? Aniki men dedim yo'q biz o'xshash emas, bizning tamog'imiz boshqa, bizning so'zlaydigan so'zimiz ham narsa boshqa, tilimiz boshqa dedim. Undan keyin qo'ygandan keyin Xitoylar buni o'qib, aniki ular atam degandek o'zlarining app'larda hujum namlasini boshladi. Bizni terrorist dedi, separatist yoki bo'lginchilar. Uni dedi. Andan keyin sizlar bu yerga bormanglar, bu restoranni boykot qilishimiz kerak deb. Andan keyin mening Instagramga, TikTokga, hammaga private DM'larni mesaj qildi. Menga yozdi, sen terrorist, sening do'koning hamda mangmaydi. Tamg'inglar zaten tatliq emas, yaxshi emas deb yozibdi. Aniki bizniki Google'da yulduz biralaydigan, review qilalaydigan yerlardami bizga oshxonga kelib deganlar tamoqning sutini, oshxonaning mulozimatini, o'zining mamnun bo'lmaganini bağlaydigan nemisi. U yerda bizga andan keyin nurg'un bir yulduzlarni beryapti. Umu hem de Xitoycha bir yulduz, çünkü ularni ism bergan narsa ham Xitoycha ism. Bizning 4,9 yulduz bor, aniki 3,9 ga tushib qoldik. Vahshiylar atam degandek vahshiy hujumni qilyapti bizga dahshatlam. Aydamannikidan boshladi mening ta'kidchilarimga yozishga boshladi. Bular terroristlar, bularga bormanglar deb. Qilgan bizga emas, boshqa millatlarga mu yozdi. Andan keyin ular hech kirmadi. Zaten biz bir yildan beri bizga tuzuk Xitoyga kirmaydi. Kirsin u balkim bir ishga kirib qoldi. Bo'lmasa bizga lam yoshlab keldi, jiq ayliklar keldi. Chunki biz bu social mediada tashviqotni bakchiq qilamiz. Masalan, boshqa restoranlarga kirsangiz Xitoycha xat yoziq yo'q, chunki ular o'zining umidini Xitoyga qo'ymaydi. Bizni boshqa millatlarga bor deb. Chunki ular tamoqlarini tuntudi. Masalan, pizza desangiz hammasi bo'ldi, bular italyanlarning deb. Mesela şuna biz bu teşvikatını qilamiz çünkü lag'man anglasa Uyg'urlarniki deb bilsin deb. Şuna bizga jiqlari keldi, deydi, bizlarni videolarni ko'rdik. Biz hech Uyg'urcha tamoq yapmaqmidik. Sizlarga kelib tamoqlar bek tatliqkan deb jiqlari yana keldi bizga. Şuna biz aşağı kityapmiz atam degandek teşvikat bek muhim. Şuna biz bu Xitoyga nim qilmaymiz. Ammo Xitoydan bir narsani o'rgangan bo'lsam, u mo'ylaqi boykot qilish. Chunki ular haqsiz turib bizga hujum qilib ham bizni boykot qilg'isi bor. Inglizcha deydi the audacity deb. Andan keyin shunga biz ulardan burun men tashviqot qilsam, boykot qilsanglar bo'ldi. Xitoyning milliy a'zam bo'limi, ammo tirishinglar deydim. Endi nima deyman? Boykot qilishinglar kerak. Chunki boykot qilmay desanglar qila olasizlar. Ana Xitoyni boykot qildi. Ham bizni boykot qilgan hech narsamiz yo'q. Ammo ular bizni ham o'ltiryapti, ham biz ularga tiqib pulni iqtisod yordam qilsak u hech bo'lmaydi deb o'ylayman. Rahmat. Endi ayollar bir gapingiz diqqat tortadi endi. Xitoylar bu oshxona boykot qilamiz. Hammasini oshxonang o'ldi, rivoj topolmaydi deb tahdid qilgan nimalarda.
Endi bu diasporadagi ichilgan Uyg'ur oshxonalarniki har qandaqiga kirsak, asosiyatimiz tamoq yeb kirgandan keyin Xitoylar borda endi. O'tirayotgan oldimizga buyurgan tamoqlarimiz kelgandan keyin, "Ey mush qachon Xitoy tamoq yegan, shu Xitoy nejis Xitoyning tumush tekkanmidi, tili tekkanmidi, og'iz tekkanmidi, mush qo'shiq tash nejis Xitoyniki, sho'lgaylar yiqib yurganmidi, yo'sim chiqmaydigan bu shu nejis Xitoyning" degandek bir xil ishimizda nafrat va ammo yemək amalimiz yeyimizdə həm də oshxona tamoqini. Endi Uyg'urlarga endi mudoqdimi diaspora Uyg'ur oshxonalarining xo'jayinlarini tanqid qildi. Shu Xitoylarni kirgizmanglar demaymiz. Hech bo'lmasa shu tamoq tizimligiga Xitoycha qattiq yozmasanglar, shunday qilmay Uyg'ur degan bir millatning bu g'ururiga bir hurmat qilgan bo'lgan bo'lsanglar deb endi bu nurg'un oshxonalar bunim qilamidi, lekin sizlar ishkilisida bor ekanda, mana bir ikki kundan oyoq bu oshxonaga men Xitoy ko'ymadim, shunga chiqib ba'uzur yedim tamoqni. Endi boshqa Uyg'urlar restoranlar endi Xitoylik kirmasa oshxonamiz taqalib qolib qolarmi, ziyon tortib ketamiz, bu oshxona bak qimmat, buni nurg'un mablag' deb oshxona to'q. Shunga chiqib Xitoylik qilib qolsak, oshxonamiz vayron ketib qolmasin deb Xitoycha yozib, hatto ba'zi Xitoycha gazetlarda oshxonasining iloni bor-da, ashtim qiladi. Undan boshqa Şinjan bir nimasi deb ash xatlarni yozib, har xil nima taqib qilyapti. Ana mushundaq nima vaqtda sizlarni Xitoy boyqut qilamiz deb ashundalik tashviqot urishib qilgan vaqtlarda sizlardan bir qo'rqinchli andisha bo'lganman. Bizning oshxonamiz manda yangi bir ochilibdi. Taqalib qolamiz, ziyon tortib ketamizmi degandek bu bir andishalar bo'lganmi sizda? Yo'q. Biz vatan qo'ldan ketdi. Boylik qo'ldan ketdi. Bütün baylarımızın üstünü, bütün öldürüp bunun bütün bayligini, mal varlığını ele aldı. Bunun aldığı bu ne mi? Eğer biz de Xitoy kelmese aşkıp kalamam mı, deydiği iş yok kalsa, dükkanı takıp saklam devlet bakıdı. Aşkıp kaldığı iş yok. Bulup mu chet elde? Ama o Xitoy kelmese aşkıp kalamam mı, kandak yaşamı deyip bu Xitoy bütün ümidini bağlap koygandan tilemçilik kılsak mı? Küllüğü 300 euro pul deb qaşlaymiz. Yani g'ururimizni dafsanda qilmay, G'ururimizni dafsanda qilmay turib, pul deb qaşlashning yo'li jiq. Faqatlamla Xitoyni qilish, ro'yi jihatdan qulluq, pulning qul bo'lish. Eng oxirgi kelgan chaqda hammani g'ururimizni dafsanda qilib turib, Uyg'urning g'ururini dafsanda qilib turib, Xitoyga yolvirish. Sen kelmasang men qanday yashayman deb. Buniki bugungi kunda bizni o'ldirib yo'qotyaptimi desa, mayat sen bo'lmasang yashayamayman deganninki siz qanday qaraysiz bunga? Men uni hech qanday qabul qilmayman. Chunki g'urur deydigan narsa yo'q uningda. U insonlarning o'zini cho'shqiga o'xshatsak-ma, cho'shqiga g'arat qilgan bo'lamiz. Shunga ash ro'yingizni men amaliyatingiz ko'rdim ishlanishgan qadam tamoq kirish jarayonida. Shu qadam har qachon qarasam liq qadam bor, bir Xitoy yo'qda. Shunga men rohat kirdim. Arif parangiz ba'zi gaplarni anglagandan keyin siz bir hurmatim keldi degan gapingizni amaliyatingizda reallikni ko'rdim. Ilgari bu sonimizniki, Shahnurniki bu vaqt to'g'rida so'zgan nimalarni ko'rgandim. Endi reallikni ko'rgan bo'lgan, shunga bu sizlarning bu diasporadagi Uyg'ur restoranchiligida, ya'ni Uyg'ur ruhini amaliyotida ifodalagan bir oshxona ekanligini xalqimizga bildirish, boshqa Uyg'ur oshxonalarning sizlarni o'rnak qilish uchun bu sizlarga bir suhbat qildim bunga. Bu anglasam ham parangiz jarayonida nurg'un narsalarda keyin bir hikoyalar bor ekanda. Bugun buni hamma deb bilmaymiz. Sizlar pat orada men Uyg'ur choyxona suhbat qilsa taklif qilib, bu vaqtida zor sizlar kim bu? Qachon kelganlar Germaniyaga, bu yerga hayotlar qanday bo'lib, bugun keyin buni igilik tiklab, Xitoyga beqinmay o'z oldinlig'a o'zanligi g'ururini bilan yashab bu yer kelganda bir nurg'un tajribalarimiz borda, bu xalqimizga o'rtaq simpatiya qilishlarni Uyg'ur choyxonasiga taklif qilmak, texnik umumiy suhbat qilish uchun. Ko'pdan ko'p rahmat. Eng oxir qatam Shahnur xonim sizdan bir eg'iz gapingiz bor, shuni program to'xtatsa ekrandagilarga nima demoqchi? Oxir qatam. Bizga Xitoyda kirganda menga so'rganda sen neylik deb. Chunki jiq Uyg'ur restoranlarga borsak biz Şinjanlik Uyg'ur deb o'zini tunishtiribdi. Aniki madina biz Şinjanlik Uyg'ur emas, biz Sharqiy Turkiston Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonning biz vargan Uyg'ur desam, hech nima demay tamg'ini yaplam chiqib ketganda
Şuna mençe en mühimi üzənglərə turuş. Çünki sizlərmi üzənglərini mən Uyğur dep tunuşturmuşsanlar, hiç qanaq dünyadakı adamlar sizlərni Uyğur dep tunuşturmaydı. Şuna üzənglərinin kimligini unutup qalmanglar. Çünki biz kançıq, mesela mən Germaniyada tuğuldum. Kançıq mən German desem o üzəmni, meni bu yerdeki Germanlar sen Germansan ken demeydi. Çünki her kim soraydı, sen German tuğuldumaydı ama sen nereden geldin dep. Şuna en mühimi üzənglərini hiç unutup qalmaslık. Rahmet, qolgan suhbatda Patarda Uyg'ur choyxonasida texma keng doirada sizlarni musabaqa qilish ekranga chaqiraman. Bir kız. Xo'sh. Ben aşkan doğruluk qattiqroq gapib saldım. Ya, to'g'ri degangiz haqliqsiz. Çünkü gurursiz bunun o'xshash insonlarga cho'chqa o'xshasam cho'chqa qarab o'rib deb. Hammamiz bütün dünyadagi Uyg'urlarimiz ko'rdi. Cho'qqa qisib turib Xitoyning og'ziga tamoq saqallarini o'zini. Ama bunun o'xshashning o'zini shaxsan men hech qanday qabul qilmayman. Ama dinim o'xshash, bu Tunguzga o'xshasaqmi, Tunguzga qaratgan bo'lmasam da bizning g'ururimizni depsan qilgan Uyg'urga nisbatan. Nayt g'ururliq karxonchilarimiz mana shu mening kasbimda qilayotgan nurg'un Uyg'urlarimiz bor, chiqmagan. Bundaq Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zingizga ilib olmanglar. Ham bundan keyin qilimiz deb qadam bosaman deb shuning niyat qilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz Xitoy için yazmay turib, asmay turibmi, nayt yaxshi tijoratni aqto'g'il bo'ladi-ki, qandaq ish bo'lib qolsa hamkorlashsak bo'ladi. Qo'limizdan kelgan imkoniyatimiz bilan hozirgi kelguchilik egallagan tajribamizni o'rtoqlashimiz mumkin qadar yozmanglar, asmanglar. Rahmat, rizqimizni Xitoydan kutmaylar. Niyatimizni durust qilib, amaliy harakatimiz orqali tirishgan ishimizning natijasini Allohdan tilaylik. Oxirida oshxonangizga barakat, ishlaringizni qutuq, sizlarga salomatlik tilayman. Patarda Uyg'ur choyxonasida bu vaqtda keng suhbat etib berishga taklif qilaman. Rahmat.